O'zbekistonda qish, Saudiyada esa bahor. Sizlarni 14 kunlik Saudiya Arabistoniga sayohatga taklif etadi. Yanvar hamda fevral oylari uchun standart, komfort, lyuks paketlarimizni taklif etamiz. Farg'ona shahridan Jidda shahriga, Namangan shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar. Saudiya Arabistoniga sayohatimizda Jidda shahrining go'zal manzaralari, qurmozorlar, muqaddas qadamjoylar, 4 yulduzli Chinam mehmonxonalarimiz, 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Saudiya Arabistoni uchun ajoyib sayohat. Xo'p, mana hurmatli aziz obunachilar, yana jumaga ketyapmiz. O'zi 700 metr xolos. Avtobus aylantirib borganga uzoq o'ylashyapti. Hozir sizlarga ko'rsatib boraman. Xudo xolasa, jumani Saudiya Arabistonida juma kungi atmosferasini tomosha qilib ketinglar. Muzika ham qo'ymay, hech narsa qo'ymay, faqat ovoz eshitilib ketadi. Qalay bo'lyapti o'g'lim tog'a endi bag'i? Juda ham chiroyli bo'lyapti. Piyada ketilyapti jumaga mana. Piyada Xudo xolasa ketyapmiz. Alloh yo'limizni yaqin qilsin. Ziyoratlarimizni qiyinlashtirmasdan osonidan ko'rsatsin. Yo'limizni ochiq qilaversin. Iloyim. Bunday Corolla, Toyota mashinalar. Piyada yurishdan bir gashti bor-da. Albatta. Nima yo'q bor. O'shana masjidga ketishyapti taksichilar. Hali bola chiqmayapti-ku. Yetib oladi tezda. Bu mehmonxona yana bitta. Makkani qaranglar obunachilar. Hop. Deb bola ham qochib qolaylik. Tasherigimiz hozir qolib ketib qoldi. O'sha. Hozir 25 bor ham kiramiz. Baland 25 dan baland. 28, 29 ga yaqin. Madina sovuqroq ekan. Madina shahri. Madina shahri sovuq. Sovuqroq. Makka qaraganda havosizcha sovuqroq. Mana bunasi yo'l. Kelyapti. Xo'sh-tovuq. O'labi. Qarab qo'ying biz obunachilarga. Juma bilan tabriklab qo'ying obunachilarni. Obunachilar juma ayyomlaring muborak bo'lsin. Mana biz ham Xudo xolasa Makka shahridamiz, jumaga harakat qilib jumaga ketyapmiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Piyoda ketyapmiz. Piyoda. Piyoda. Jamondaga bormadi. Tojikistondan tashrif buyurgan. Mana Tojikistondan peshkom Makkaga keldik. Jo'rayda. Kelaverasizlar. Aziz shart albatta. Mana soat yaqin 800 metr xolos. Bir qadam joyga mashinaga chiqib qiynalib. Shuni aytaman-da. Mana soat obunachilar ko'rinib turibdi o'zi. Hozir davlatimiz hamma sharoitni osonlashtirib qo'ygani. Uzoq bo'ladi-da, Shunda tog'da aylanib o'tsak, makkaga mashina tikka bor. men qiynalib qolasiz, balandlikqa qiynalib qolasiz.
Ya, hozir uncha chiqmaydi, qarab tur, uzmasdan olib boraman. Obunasi sanab ketsa qadamimiz hozir mana. Ja borsa 900 metrga boradi xolos, ko'rasiz. Ha, xo'p, deb turingchi siz. Biz haram hududiga kiryapmiz. Endi haramning o'zi 300 metr ichkarisigacha. Tomosha ketyapsizlar mana yo'llari. Yangi bo'lyapti. Yangi tushyapti ekan binosi. O oldina qarang, yangi shekilli. Shlaka blokni urgan ekan buni ham. Buni buzib boshqa qilyapti mana oqlashga. Bo'lishi mumkin. Yangi boshqa surey. O'zimiz ishlaka blogi. Ha, shu. Ishlaka blogi betonda qiladi. Matiz. Voy, mana olib qarayman, onam rasm ham bo'ladi ekan. Ochone endi. Ha? Ochone. 30 necha hozir kurs? Haligi issiqlar. Issiqlar kursi. 35 20. kerak. Yo'q, 30 ga bormaydi. 29 o'rtasida. Mana marta masjid bor ekan. Bor ekan. Kecha 50 boshimiz aytdiki, 50 boshimiz masjidda o'qiylar jumani, odam ko'payib ketadigan uchun yo'q. Biz inshaalloh piyoda o'zimiz ketyapmiz. Yo'llar yo'q. Полный ремонт. Biz adashib olmadikmikin, ha? 10 ga 10 yursang, yaqin yetishdi. Voy, avtobusga chiq, joyga olib borib qo'yadi o'sha. Ya biz sof kuchliroq qilamiz, deyapsiz. Piyoda bor. Ha, nimani oldan chiqib boraman, mana haydan avtobus. Yosh kattaroq bilasizlar, endi biz so'qib o'rishmasizlar. Nima to'dab turibdi? Yalla yalla habibi. Battan o doğulaysiz şarkı olmuşlar. Ya bismillah. Bu sal eskiroq aytsa ekan mana bu. Hurmatli obunachilar, bo'lib qolib ketdi to'g'risi. 700 metr chiqmas ekan, bir piyoda 1 kilometr 100 metr ekan mashinaga. Mashina tezu, piyoda 1 kilometr ekan. Xo'p, qaranglar mana hurmatli obunachilar, xo'p soat keldik. Ba'da hayot qaniyapti. Nari tomonda hamma mehmonxonalarni buzib tashlabdi. Buzgan yo'li remontga tayyorgarlik shekilli. Mana endi haram hududiga keldik. Xudo xolasa.
Makka hayoti. Tamam o'tirishibdi. Makka hayoti olim tog'a. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Nechaga kirdingiz? 66 ga. Alloh. Qiynalmaysizmi piyoda 66 yoshga kirib kelishga? Mazza qilyapman. Yoshi katta 66 yoshga kirgan mana xo'sh tog'larimiz. Mazza qilyapman. Yosh katta insonlar ham qiynalishgan piyoda yegani. Nihoyatda zo'r. Sharoit juda ham chiroyli. Iloyim. Biz kutgandan ham ziyoda bo'ldi. Asal turing olim tog'a, rahmat. Xo'p, qaranglar, yosh kattalar ham qiynalmasa bemalol kiryapti. Xudo xolasa, endi qiynaladiganlarga avtobus bor. Bemalol avtobus olib kelib qo'yadi. Piyoda yurgimiz keldi. Shu piyoda ketyapmiz. Yoshlar piyoda kelsa ham mazza qilishadi. Mazza qilib nima qilishadi? Aynalib ketishadi olim tog'a. Tomosha qilishib. O'ngga. This way deydi, mana shu yo'lga. Qayerga ketyapsizlar? Bag'da ekanmi yo'l? Kelib ketlaymi? Piyoda kelib ketishdi mana bular. Gap bo'lishi mumkin emas. Ziyoratlaring qabul bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Shu yerda bilib olsa, ona piyoda borib kelsa bo'laverar ekan. Bo'laverganmi xo'sh tog'a? Juda bo'lar ekanda. Hech qancha basaga men Ha, avtobusda yurib qo'rqib hali qoldim. kecha yurganimiz oldida bu yurish qolmadi. Ishlayman bu narsa, bemalol piyoda kelib kelsa bo'ladi. Qaramdishda yurganimiz Ha. oldida bu hech nima emasdi. Chunki odam kecha to'lib ketdi, payshanba kelib. Payshanba bo'lgani uchun o'zini aholisi ham chiqqan kecha Makkaga. Tomosha qilib yurganga nima yetsin? Xudoga shukr. Yetkazganiga shukr. Yetkazganiga shukr. Ko'rsatganiga shukr. Mana Eslagan yetgan ekan. Xudo xolasa. Shaurma qilar ekan. Arabik shaurma. Ha, shaurma. Bepul tarqatadi o'zi. Diram. Xo'p, keldi bu narsalar, xudo xolasa. Haram hududiga.
Bitta mehmonxonalar bor ekan. Ya soat. Senkalar keldi. Politsiyaning mashinasi. Bu yerda haram hududiga kirdim mana sizlar bilan Abdumalik bo'ldi. Xudo xolasa hamda o'g'lim tog'am. Haydashlar bilan sizlar bilan kirdim. E'tiborlaring uchun rahmat. Salomat Salomat bo'linglar hammalaring. Ko'rishguncha obunachilar. Xudo xolasa ana kabutarlar ham gapirish mumkin ketsin. Xudo xolasa. Biz haram hududiga kirdik. Hammalarga rahmat.